tayyor, ovqatlanamiz. Ketdik. Cho'tta xotin bugun boshqachada. Kinda kirdimi ekan? Voy dadasi, nima qilyapsiz? Men yozib qo'yaman. Keling. Xotin. Cho'tta bugun boshqachasida tinchlik. Tinchlik? Yo'q, nimadir g'alati shoshmadi, nimadir g'alatida. Yaxshi kutib olding, yaxshiroq ovqatlantirding. Qorni to'yib ketdi. Nima? Mahallamizda nashaga 2 marta kelyaptimi? Yo'q, baribir nimadir netida xotin. Men bitta kitobda o'qigandim. Ha. Qadim zamongacha odamlarni qatl qilishdan oldin yaxshi gapirib, yaxshi ovqatlab berib, qornini to'ydirishar ekan. O'shanga. Ha? Gullikin. Ля ты крыса, а! Gapiring. Onang. Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Да, это